Aziz Uyg'uristonliklar, hurmatli qarindoshlar va qimmatli mehmonlar. Uyg'uriston Ozodlik Tor televiziyasining xabar va mulohaza programmasiga xush kelibsizlar. Aziz qarindoshlar, bugun biz bu yerda cho'nqur musibat tushungan va faxrlangan holda sharafli Barin milliy ozodlik inqilobining 22-yilligini eslayotimiz. Aziz qarindoshlar, bundan 22 yil burun 5 aprel vatanimiz Uyg'uristonning Barin yesida merhum mücahid, kahraman şehidimiz Komandan Zeydin Yusuf ve onun sepdaşları vatani ve milleti üçün, öz erkinligi ve hürligi üçün özüdün milyon hassa güçlük düşmanga karşı çıkıp köreş kılışının ölgüsünü yaratkan idi. 1990 yılı 5 April günü Uyguriston Xitay mustamlikasiga tushib 40 yildan keyin Uyghur milletinin qo'l bo'lishni xohlamaydiganligini, qalbida ozodlik mustaqillik arzusunun ölçmegenligini dünyaya çakalagan bir gün idi. Barin milliy ozodlik inqilobi vatan içi ve sırtıda ümitsizlik ve kaygı içinde yatkan minglagan yoshlarimizni uyg'otib, yenidan ozodlik ko'rishiga safarbar qilgan bir inqilob bo'lib, 5 aprel kuni bosh qo'mondan Zeydin Yusuf, muavin qo'mondan Abdug'ani Tursun, armiya qo'mondoni Jamal Muhammad, artsa baş mas'uli İshaq Qo'shur, birinci piyade kısım mesulü Muhammed Turdi, ikinci piyade kısım mesulü Ahad Tilavaldi, atlı kısım mesulü Obul Kasım İbrahim, Turgun İshaq, Abdurrahim Turdi, Muhammed Tursun qatarlıq kahramanlarımızın rəhbərligide qozğalgan Barin xalqı dünyanın en ilgar ve zamanıvi kurallar bilen kurallangan düşmanga karşı uruş kılıp Uyghur milletinin zulümü tiz tutmaydigan Kayser ruhini dünyaya namayan kıldı. Hürmetli qarindoshlar, biz bugün gerçi vatanimizdan bir qancha ming kilometr uzoqlikda bo'lsakmi, cho'nqur musibatga tushgan va faxrlangan holda bu sharafli milliy ozodlik harakatini eslamoqdamiz. Biz bugün bu programma orqali kurashchan Barin xalqiga oliy hurmatimizni, o'tliq yurak salomimizni izhor qilamiz. O'z millatining g'ururini, imanini, şan şerefini qo'llash yo'lida hayotidan ayrılgan şehitlerimizni eslaymiz ve yad etimiz. Xitay zindanlarida yetayotgan kahramanlarımızga Cenab-ı Allah'tan sabr ve kuch kuvvet, ularning ota-ona ve urug' tuqqanlarga xotirjamlik tilaymiz. Barin ruhini yashnatish ve varislik qilish her bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas vijdoniy qarzi ve imoniy burchidir. Biz shuningga ishonchimiz komilki, kurashchan botir Uyg'ur milleti minglagan Zeydin Yusuflarni, Jamal Muhammadlarni ish-tuturdi. Uyg'ur milleti milliy ozodlik inqilobining eng oxirgi g'alabasi bo'lgan Uyg'uriston Cumhuriyetini qurib chiqishdan iborat maqsadiga yetdi. Cenab-ı Allah her bir Uyg'ur farzandiga Barin ruhi ato qilsin. Tövende programının tafsilotini ko'rgaysizlar.